qanaqa qilib Amazonga startap sotdi degan. Ular hammasi korrupsiya, qora konvertni beradilar, yana oylik deganlar. Muzaffar aka, qanaqa startaplarni qariydi? Siz o'ylagan 10 millionlik startaplar o'zi 6-5 bo'lishi mumkin. Fake it until make it degan qoida bor. Canva'dagi templatedan foydalanganlar. Shundoq ko'chirib olib yozib chiqqan. Bizga mana shu dunyoqarashingiz ham kerakda, ya'ni Baryer kamaydi degan konkurensiya ham kuchayadi. investment qidirganmisiz? Bitta qiziq narsani aytaman, hech esimdan chiqmaydi. O'zingiz qanchaga baholaysiz kompaniyangizni? 1.3 million investitsiyani yo'q degan. Muzaffar aka, Wing startupi bilan hamma joyda, hamma maqolalar 7 million AQSh dollari, bilmayman haqiqiy qiymatini sizdan eshitamiz. Muzaffar aka kim? Muzaffar aka kim? Kim u qanaqa qilib Amazonga startup sotdi degan hamma shov-shuvlardan keyin undan keyin mana ancha davr o'tdi. Siz bilan Founders Cafe'da ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Muzaffar aka, oxirgi paytlar aynan Naval Ravikantda ham bitta o'sha Joe Roganning podkastidagi joyi ko'p uchrayapti menda. Start over degan tushuncha. Ya'ni siz hozir ham faolsiz, hozir ham startaplarga pul tikyapsiz, o'zingiz ham asoschisiz. Qanaqa qilib mana shu 7 millionga sotdingiz? Menimcha bir hisob-kitoblar bilan bitta insonni o'rtacha umrining oxirigacha daromadlariga yetsa kerak, hamma o'sha xarajatlarni qoplashga. Qanaqa qilib yana boshqatdan boshlash mumkin? Mana bitta successdan keyin yana start over qilish. Endi birinchidan qiymat to'g'risida gapiramiz. Nima deganda qiymat valuation deydi-ku bizning tilimizda. Avvalambor assalomu alaykum yoshlarimizga. Kompaniyalarning qiymati startaplarni o'ylaydigan bo'lsangiz, mana startap sohasida o'zi bilasiz, har 10 ta 12 ta boshlangan startapdan bitta ikkitasi eng tepa, ana lotereya yutug'iga erishadi desa ham bo'ladi. Lekin orada 4 ta 5 tasi ham ma'lum bir nima deydi, прибыльный уровеньga chiqishi mumkin. O'zini yuritishga bir-biri bilan qo'shilib ketish, M&A deyiladi. Boshqa anaqalar bo'yicha ham ular ham ekosistemada o'z yo'lini topadi. Startap bo'lmasa SME ga aylanadi, ish kuchi joylarini beradi. Shuning uchun eng pastdagi albatta 50% tushib ketib yopilib, bu normal narsa, bu startap sistemasida, ekotizimida. Shuning uchun meni o'zimda ham hozir so'ragan savolingizga to'g'ri, o'sha Amazonga wingsuk.com o'sha именно bizda o'sha nima deydi, marketplace e-commerce kompaniyalarga olib chiqqan paytimizda birinchi biz Lebazardan boshlaganmiz. Lebazarni men birinchi aytib beradigan bo'lsam, e-commerce'da undan oldin men kpi.com bir hozirgi kunga kelamiz. Menda Muzaffar aka, menda startaplar bo'lgan. Aniq nimalar turibdi, savoli bor. Nima deydi, Wing Amazonga kelishimizdan oldin biz Lebazar, Botir Arifjonov o'zlari bilan birga borib, o'sha yerda nima deydi, pivot qildikda. Pivotda birinchi o'sha kompaniyamizdan 1.5-2 millionga baholab turib, u yog'iga olib keta olmadik. Demak, investorlar, ba'zi bir kompaniyalar startapni tez yopish ham bu mahorat hisoblanadi yoki tez boshqa pivot qilib yuborish. Shu vaqt keldi, Botirjon o'zlari aytdi, O'zbekistonga olib kelamiz. O'sha paytda Zafar aka bilan gapirishib yurganmiz, keyin O'zbekistonda Zafar aka pivot qilishga ruxsat berib, ya'ni u dars olib ketdi. O'shandan Wing paydo bo'ldi desa ham bo'ladi. Wing proyektda o'sha boshlaganimiz o'sha nima delivery marketplace e-commerce anaqa, endi inglizchani ham ozgina qo'shamizda endi bizani founderlar tushunishadi. Founderlar ham, keyin yoshlarimiz ham endi ozgina o'sha haligi jargonlarni baribir o'rganib olish kerak. O'sha paytda demak o'sha startapimiz birinchi baholanishi mana O'zbekistonga o'xshab. Endi masalan 500 million, 1 milliondan boshlab MVP da boshlab pul ko'targan bo'lsak, masalan bu yerda ham birinchi o'sha baholangan suk o'zi suk.com marketplace kirgan paytda birinchisida o'sha 5 millionga baholangan. Keyin ikkinchi 20 millionga baholangan payti bo'lgan. 20 millionga baholangan paytda biz asosiy demak asoschilarni protsent sootnosheniyasi unga 50% ga yaqin yoki undan kam bo'lib qolgan holatda keyin Amazon hamma narsani sotib olishni boshlaganda u yoqqa kirgan suk.com uni atrofidagi 4 ta 5 ta startaplarni, ularni portfeldagi startaplarni sotib olgan. Ya'ni umumiy savolga javob shuni, eng qizig'i bizda mana 20 ga yaqin biz razraботчиlarimizni o'sha suk.com Amazon investitsiyalar qilingan paytda ularni bitta asosiy demak shartlaridan biri bizni razraботчиlarimiz u yoqqa ko'chishgan. Masalan, u yoqqa ko'chgandan keyin ularni hammasi masalan
haligi qiymat sifatida dollarda emas, katta kompaniyalar sotib olganda ular o'zini aksiyasi bilan beradi. Ya'ni stock optiondan ham ko'ra restricted stock unit degan narsa bor. Ya'ni katta kompaniyalarning o'zini aksiyasi bor. O'sha aksiyani sizga o'sha qiymatiga bo'lib beradi. Biz u qiymatini demak hamma bizda o'sha paytda 55 ta odamga asosiy 400 ta odam ishlagan Wingda o'zini paytda juda ham tez scale bo'lgan kompaniya bo'lgan. 55 ta odamga bo'lib berilgan aksiyalar. Shu nuqtai nazardan da u masalan haligi ba'zi Nvidia'da aytishadi-yu, hozir Nvidia'da 75 ta eng katta ishchisi demak 10 milliondan ko'p stoki bor deyishadi. Eng katta 50 tasini ichida даже 100 milliondan. Endi bizda balki 100 ming dollardan atrofida bo'lgandir. Bizda сотрудникlarning anaqasi, lekin bu ham O'zbekiston uchun birinchi natija bo'lgan. Juda xursandmiz. Bizdagi o'sha 10-15 ta yigitlarimiz Amazonning ichiga kirib ketib, hozir har xil joylarda, kimdir Kanadada, kimdir Amerikada, kimdir boshqa joyda ichida demak uchib yurishibdi desa ham. Muzaffar aka, bu rostdan ham eng birinchilardan va o'rganishimiz uchun zo'r case bo'lgan. Lekin meni savolim shundaki, Muzaffar aka mana Sukka yoki o'sha keyinchalik Amazon, keyin mana stoklar olgandirsiz, boshqa pul yetarli va mana shu paytda yana nimanidir yangitdan boshlash yoki umuman mayli sal orqaroqqa qaytib o'sha 200 ming dollarga olgan domeningizdan boshlab, bu ham o'sha keng ommaviy mavzulardan biri. Muzaffar aka tap etib o'tirib kpi.com'ni 200 mingga olish qarori, buni endi gapirgansizda baribir. Har safar yengitdan boshlashingizga nima sababchi bo'ladi? Ya'ni yana qaytadan asoschi bo'lish, yana boshingizga mingta nima deydi, yaxshi yomonmi bosh og'riqlarini olishingizga nima sabab bo'ladi? Endi birinchidan biz Amazon atrofida ham baribir 4 ta 5 ta boshqa startaplarga qo'shilib, biz o'zimiz bu yerda outsource texnologiya bilan ishlaganimizda ham o'sha har xil mijozlarimiz orqali ularning startap ideyalariga hammasini pul bilan olmaganimizda qaysidir qismini demak o'sha do'la bilan olib shunaqa bo'lib bir necha startaplar paydo bo'lib qolgan. Hamma o'yinga kirganingizdan keyin shunday chiqib ketib bo'lmaydi, даже dam olaman desangiz ham. Ikkinchidan hali kuch borligida demak bu yerda masalan 2-3 ta produktlarimiz borligida to'xtatish menimcha hojati yo'q. To'xtatsangiz zerikib qolasiz. Puldan ham tashqari o'zi nima deydi, faoliyati shuku, endi nima deydi, biz yana boshqacha til bilan aytganda bu haligi occupational hazard deb ataladi ingliz tilida. Occupational hazard buni menimcha agar kasal bo'lib bir nima bo'lmaguningizcha, xudo ko'rsatmasin, faqat bismillah deb ishlayverish kerak degan umiddaman. В этом плане biz uni to'g'ri, masalan, hamma o'ylaydigan narsasi birinchi demak asosiy bosqich hammani hayotida o'sha haligi survival deydi-yu. O'zini minimalniy qanaqadir protsentni minimalniy anaqa chiqqandan keyin yangi niyatli paydo bo'laveradi. Boshqa qismda yana qaytarib berish degan narsa ham bor. Lekin men bitta narsaga mana Xudoga ming qatlash, O'zbekiston mana 2016-yildan buyog'ida ochilish bo'ldi. Mana yangi O'zbekiston bo'lgan bilan mana prezidentimiz oxirgi 160 millionga yaqin hozir yana mablag' ajratilyapti. O'sha mana bu mablag'lardan keyin endi O'zbekistonga bizni baribir o'sha 2016dan buyog'ida masalan Wingam 2018-yil qolgan 2016-yilgacha biz faqat qo'rqib ishlaganmiz hamma joyda. Men esimdan chiqmaydi, birinchi marta prezidentimizga Namanganda bizda 50 ta bitta produktimiz turadi-da, ko'rsatganini birinchi o'sha ko'rsatishga olib kelishganda shundoq kelib to'g'ri kirib nima deganlar bilasizmi? Bular hammasi korrupsiya, qora konvertni beradilar, yana oylik deganlar. O'sha paytda tushunganlar уже oqartirish boshlangan edi. Biz o'sha 2-3 yil ichida ko'p narsalarni oqartirganimizdan keyin hamma narsa soddalashdi. Scaling paydo bo'ldi. Yaxshi yo'nalishda ishlashni boshladi. Albatta bizga bitta biz ham nima deydi, o'yinimizni tepaga ko'tarmasak, yana masalan yoshroq kompaniyalar, mana hozir shogirdlarimiz ham 50-60 masalan o'zini kompaniyalari bor. Men 2005-yilda 20 ta kompaniya bo'lgan O'zbekistonda. Masalan, tech kompaniyalar agar qaragan bizga o'xshagan O'zbekiston, haqiqiy O'zbekiston kompaniyasi 5 ta 6 ta bo'lganda, o'zi aslida o'sha ularning ichida 50 tadan ko'p odam ishlaydigan kompaniya agar oladigan bo'lsangiz. 2016-yildan buyog'ini qarasangiz, hozir masalan, bilmayman, 3000 ga yaqin litsenziya berilgan bo'lsa, 900 mana 1000 ga yaqini o'zimiznikilar, undan tashqari 600 ta startapda ham bu yana bir necha 2x 3x ga aylantirsak, demak haqiqatda nafaqat ekosistema, mana shu oxirgi 10 yilda hamma narsa undan oldingi 10 yilga nisbatan ham o'zi bir 4x 5x ga oshdi hamma taraflama. Endi bu yog'i keyingi etapga chiqish o'ziga xos qiyinchiliklari bor. Men o'ylaymanki, mana
hamma taraflama berilgan mablag'larga endi yoshlarimizga endi albatta hozir mana sun'iy intellekt davrida qanchalik agentic AI bo'lishiga qarab startaplar yana ham ko'payadi, komandalar yana ham kichrayadi, baryer yana ham kamayadi. No, baryer kamayadi degani konkurensiya ham kuchayadi. Dunyo miqyosida yana konkurensiya kuchayadi. Shuning uchun o'yinni tartiblari o'zgarib boryapti. Har kuni. Men sizga mana xursand qilishga xabar ayta olaman. Biz mana juda tez boshlandi. O'zi startaplarda ham tezlik muhim. Biz dekabrda boshlagan Uzkombinator O'zbekistonda boshlanish bilan rekord o'rnatdi. 1453 ta startap ariza topshirdi. 1453 tani biz tasavvur qilmagandik. Ya'ni hozir 1453 tadan 30 tasini biz saralab olgunimizcha juda qiynaldik. Chunki founderlar juda ham qiziqarli, ayrimlarini hozir o'zida topshirganlarning valuationi 10 millionga yaqin va ular bilan o'z-o'zidan biz foizlarni kelishimiz kerak. Juda ham yangi bir ob-havo hozir. Ya'ni o'yin qoidalari o'zgargan. Siz aytganingizdek istalgan bir sun'iy intellekt asosidagi bir startap qilaman degan odam ikkita odam bilan ham yoki solo founder bilan ham boshlashi mumkin. Endi bu joyda sizni pozitsiyalaringiz ham baribir ikki xil, ya'ni o'zingizni kompaniyalaringiz va founder sifatida alohida va xabarim bor, startaplarga pul ham tikyapsiz. Ya'ni o'zingiz ham investor rolida. Mana shu joyda juda ham qiziq founderlarga Muzaffar aka qanaqa startaplarni qaraydi va qaysi belgilarga ko'ra pul tikadi? Juda yaxshi savol. Hozir bizni asosiy mana kpi.com tizimimiz o'zi demak o'sha mana yaxshi shu segmentni tushunishga harakat qilganlarga masalan ERP deyiladi, ya'ni biznes avtomatlashtirish demak har xil texnologik produktlar, ya'ni business automation tools deydigan bo'lsangiz, shuni atrofida shu 5 ta 6 ta modullar bor. Bularda men asosiysi hamma ERP sistemalarni, B2B ERP sistemalar, SaaS sistemalarni hozir ular hammasi native AI ga aylanadi keyingi 2-3 yil ichida. Demak o'sha atrofida bo'lgan, demak u yerda asosan buxgalteriya qismi, demak bular CRM atrofida mijozlar bilan ishlaydigan o'sha customer support, o'sha qismlari, undan tashqari yana mana hozir siz bilan gapirishgan bitta boshqa startapimiz to'g'risida ham ular masalan HR da именно organizatsion strukturalarni rivojlantirish bo'yicha bo'lgan startaplar. Mana shunaqa holatlarda bizda 6 ta 7 ta modulimiz bor. Shu modullar atrofida biz o'zimiz tushungan narsa, biz masalan o'zimizni 20 ta 30 ta komandamiz bilan o'shalar mentor bo'ladi. Mana masalan hozir Uzkombinatordan chiqqan ba'zi bir kompaniyalar bo'lishi mumkin. Biz o'zimiz hozir aytyapmiz, o'zimiz ham Uzkombinatorga o'sha bolalarga demak ariza berishga undayapmiz. Nafaqat Uzkombinatorga, bundan tashqari yana 6 ta 7 ta akseleratorlar paydo bo'ldi. Bular akseleratorlarning soni ham keyingi o'ylayman 2 yil ichida o'sadi. Demak, o'shalar orqali undan tashqari juda ham ko'p mana nima deydi, bo'lyapti, o'sha bo'lib o'tayotgan har xil musobaqalar, boshqalar atrofida, hakatonlar atrofida, menimcha shu atrofda bo'lgan startaplarni biz o'zimiz moliyalashtirishga ham yordam beramiz, o'zimiz ham pul tikamiz. Undan tashqari, demak, mana shu sohada bizni bilgan o'zimizni demak bozorlarimiz bor. Bu shu O'rta Sharq bozorlari, mana Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Davlatlaridan tashqari ham atrofidagi MENA region, undan tashqari Yevropani ham yaxshi tushunamiz nisbatan. Lekin Amerika bo'yicha men o'zim specialist deb bilmayman. Bunga qaramasdan mana bizda hozir agar KPI o'zini oladigan bo'lsangiz, baribir 60% mijozimiz, bizning sistemamiz anglo-sakson. Biz hamma yozgan sistemalarim anglo-sakson bozorlarga qarab yozilgani uchun bizga o'sha yerlarda sotishga oson. Meni hozir qiziqishim shunday, mana siz aytayotgan produktlar bo'yicha boshqalar tayyorlanayotgan startaplarni qaysinisini sota olsa, men shularga yordam berib integratsiya qilib olib chiqish. Bizda o'sha yerda reseller networklar bor, demak shularni rivojlantirish. Hozir shu nuqtai nazardan men o'zim bilasizman, IT Park Ventures demak sovetda ko'rib o'tiribman, ko'p сделкалар, undan tashqari o'zimizni proyektlar ham bitta ikkitasi mana Aloqa Venturesdan boshqa joydan portfellarda qatnashgan o'sha 200 ga yaqin moliyalashtirilgan demak produktlanishda hozir o'shalarni ichidan yaxshilarini tanlab, undan tashqari Uzkombinator bilan hamga hozir mana ko'ramiz, mana hozir aytayotganingizdek yaxshi o'shalarni tayyorini ba'zi bir rinoklarga olib chiqish bo'yicha hozir mana IT Park o'zini ham направленияsi o'zgaradi. Men именно Saudiya bilan o'sha O'rta Sharq davlatlari bo'yicha shu tayyor
mahsulotlarga yordam berish bilan shug'ullanaman bu yil mani asosiy qismim. Mani buni asos bu o'ziga xos investitsiya. Ularga tayyor produkt bo'lsa biz KPI o'ziga qarab turmaymiz yoki bizdagi produktlar o'shalarga qanday qilib partnyorlar topib beramiz, qanday qilib angel investorlar topib beramiz. Qiziq ekan, farishta investor deylar ekan. Farishta lekin Arabiston davlatlarida angel degan narsani gapirib bo'lmaydi. Bu yerda prosta investor deydi. Shunga o'xshagan birinchi mijozlar topish bilan shunaqa yo'nalish. Endi mana bu bozorga kirish, bozorga mahsulotlarni ko'proq olg'a boshlash to'g'risida hozir strategiya o'zgaryapti. Mana o'zingiz ham ana kuni kirdingiz, masalan katta yig'ilishlarga birga eshitdik. Shu ma'noda demak startaplarni ko'paytirish kerak. Yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Mana siz ham boya startaplarning qiymati to'g'risida market valuation gap ketdi. Lekin mana shu qiymat to'g'risida mani juda yaxshi bilishadi. IT Park Ventures'da ham ko'rgan anaqalarni birinchi bo'lib qiymatni bizdagi umumiy qiymatni qimmatligini kritika qilaman. Nimaga? Bizda hozir o'sha nisbatan oshirib olgan boshqa rinoklarga nisbatan o'sha siz o'ylagan 10 millionlik startaplar ham o'zi 6-5 bo'lishi mumkin. Lekin nimaga 10 million deb haligi PR sifatida yaxshidir, lekin ularni bitta joyini esdan chiqarmasligimiz kerak. Birinchisini biz o'zimiz katta qiymatda berib qo'ysak, keyingi pul ko'tarishda qiynaladi. Keyingi investorlar ularga qarab, "Yo, sana o'sha qiymating birinchi anaqada oshirib qo'ygan ekan." Birinchi bergan investorlar hech qachon dilution degan narsa bor, dilute qilishni xohlamaydi. Shuning uchun ozgina bizda yana fondoviy rynokda bitta qonun bor, uni correction deydi. Bizda ozgina correction kerak. Keyin baribir yana AIda hozir AI hype ketyapti. AI hype'da rosa AI investitsiya. Shuni bo'lmay qolyapti. Ko'p kelyapti. U investitsiyalar baribir bir marta hamma joyda bitta correctionga keladi. O'zi bu normal holat. Bizda ham o'sha correction bo'lishi kerak. Shuni aytmoqchimanki, demak ko'proq bizni asoschilarimiz u boshlang'ich boshlang'ich qiymatini aniqlashga urg'u bermasligi kerak. Boshlang'ich qiymati nisbatan o'sha comparable multiple deb ataladi. Ya'ni umumiy ko'paytirgichlar dunyo bo'yicha har bitta anaqani ko'paytirgichi bor. O'zini o'shanga solishtirish kerak. O'sha ko'paytirgichga. Qancha kichkina bo'lsa ko'paytirgich kichikroq bo'ladi, qancha scaling yaxshiroq bo'lsa ko'paytirgich kattalashadi. Shu taraflarni biz lekin shuni to'g'ri hamma yoshlar ventures ham, aloqa ventures ham qolgan venturelar ham mana akseleratorlar ham shuni to'g'ri yo'lga qo'ysa, keyingi bosqichida pul ko'tarishga qiynalmaydi degan. Biz mana shuni Y Combinatordan toza nima qildik, oldik. Ya'ni Y Combinator ham startapni baholab kirmaydi. Ya'ni u o'sha 7.5% ni nima qilsa, kelishsa, u qanaqa narx bo'ladi qiziq emas. Uni sharti bor, rozi bo'lsa oladi, tamom. Ya'ni rostdan ham market valuation juda bir nisbiy tushuncha. O'zimizda ham mana VC-larga borib kelayotgan startaplarni eshityapmiz. Bittasiga borsa by default $1 million baholab qo'yadi. Lekin umuman $1 million hali u yoqda qiymatni o'lchab bo'lmaydi. Kimdirga borsangiz 500 mingga baholab qo'yapti. Siz aytgandek real qiymati hali uni 100 ming ham bormi yo'qmi? Keyin shu bilan rostdan birinchi pre-seed yoki qanaqadir seed stage'da olishi mumkin, keyin qiynalib qoladi rostdan. Lekin hozir savolim boshqa narsa haqida. Data science eshitganman, shunaqa qilinganini ham. O'zi founderlarda bu narsa uchraydi ham. Fake it until make it degan qoida bor. Ayniqsa o'sha Kremniy vodiysidan rosa ommalashib ketgan. Mana shunga qanaqa qaraysiz? Bu ma'noda balki nima deydi? To'g'ri, fake it until make it deb kuchayganlarni juda ko'pini bilaman. Men ularga qaysinizgadir havas ham qilaman. Lekin men o'zimdan bu qiyin kelmaydi, qo'limdan deb o'ylayman. Потому что men haligi nimaga desangiz, men asosan bank moliya sohasidan kim chiqqan bo'lsa, mana ko'pchilik aytadi, bank moliya sohasidan chiqqanlar baribir buxgalteriyada ancha nima deydi, xabari borlar. Buxgalteriyada bitta eng asosiy qonuniyat bor, prudency degan. Prudent degani real sharoitdan kelib chiqqan, no faking degani fraud ularning tilida qo'pol qilayotganda. Shuning uchun men o'sha tarafdan chiqqanim uchun men o'sha haligi to'g'ri, baribir startapda best case ssenariyoni zo'r ko'rsatish kerak. Uni men fake demayman, uni просто dreamer. Call it differently. То есть dreamer bo'lish uchun gut kerak. В этом плане men to'g'ri qarayman, agar siz dreamni chiroyli qilib prezentatsiya qilib sota olsangiz, you do it. You're only dreaming. The fake is not the right word.
let's put it there. Hech nima yo'q narsaga ham kecha o'zi ham ko'rganingizda ministr o'zlari ham aytib o'tdilar-yu собраниеda qon qilgan qonlar bo'yicha bir tomchi qon bilan u bir necha milliardga o'zi tagida hech qanaqa asos yo'q. Endi unaqa bo'lishi ham uni ham baribir qanaqadir mahorati bor. Endi bu yerda hozir o'sha kattaroq investmentlarga fond investitsiya ko'targaningizda endi u yerda fiduciary degan narsa, responsibility degan narsalar bor. To есть nima yozib term sheetga qo'l qo'yganingizdan keyin u baribir javobgarligi bor. Uni ba'zi bir joyda sudga ham berib har xil anaqalarni tortib olishlar ham yo'q emasda. Endi safelarni ham o'ziga xos safe note deymiz, keys, mana shunaqa har xil endi mana yaqin sizlar manimcha darslaringizda o'tib borsanglar kerak shunaqa har xil shartnomalarni. Shu nuqtai nazardan if you can dream it, do it. I wouldn't call it fake it. No, o'sha sohani tushuna bilish, uni dream qilib sotish uchun ham investorlar baribir investorlar именно venture capitalist yoki akseleratordagilar masalan o'qiyotganlar tushunadi baribirda. Shu ma'noda tim bo'la bugungi искусственный intellekt, ya'ni sun'iy intellektda hamma narsani cross check qilib olish juda oson bo'lib qoldi. Shuning uchun dreaming ham nima deydi, structured dreaming bo'lishi kerak-da. Hozir rostdan ham o'qituvchilar dars o'tyapti, o'quvchilar o'qituvchining gapini olib ChatGPT dan shu rostmi deb tekshirib o'tiribdi. Shunaqa. Men kecha bitta sayt direktorovda bitta anaqani ko'rib qoldim. Haligi juda ham chiroyli yozilganda, полный investitsionniy bitta investitsiya olib qarasangiz o'sha haligi nima deydi, sarlavhasi ko'kda yozilgan, ko'rinib turibdi, ChatGPT yozib bergan. Hozir kichkina kompaniyalar ham, katta kompaniyalar. Shuning uchun menimcha AI nuqtai nazaridan to'g'ri foydalana olsangiz, to'g'ri prompt qila olsangiz, qilish kerak, qo'llash kerak. Endi hozirgi zamon shunga qarab ketyapti-da. Muzaffar aka, o'sha yanada real voqealar asosida nima qilsak, topishadi sizni, bilmayman, LinkedIndanmi, qayerdan bo'lsa ham topishadi. Keyin sizga ham o'zini startap haqida investitsiya olsam, Muzaffar akada aniq pul bor, investitsiya olishim kerak deb yozishadi va buni frequency'sini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bir haftada balki 5 ta, balki 10 ta startapni ko'rarsiz. Red flaglaringiz haqida gaplashsak. Endi birinchidan unaqa 5 ta 10 ta emas, lekin bo'lyapti, ko'paydi. Oldin masalan oldingi aytaylik 20 larni qarasangiz ozroq bo'lsa 25 ta nisbatan ko'paydi. Lekin men aytganimdek asosiy ba'zi bir juda ham sizga bitta qiziq narsani aytib beraman. Men o'zim bitta inisiativa qildim yaqinda. IT Park bilan ancha mana nima deydi, u yerda birgalikda bitta Tesla qilib ko'rdik. Masalan, startup day regionlarda qildik. Bir ikki marta yoshlar agentligidan ham qatnashdim. Namangan, Farg'onadagi qiziqarli joyi bir 20 ta pitch deck ko'rdik-da. 20 ta pitch deckda 2 ta 3 ta strategiyasini bundoq qarasangiz, imенно o'sha nima deydi, road map qiladi-yu, masalan, qanday ishlataman, qachon. Qarasangiz hammasida bir xilda 26, 27, 28 ga planlashtirganda nimalar qilish kerakligini. Hozirgi kunda rejalashtirish unchalik ishlamayotgan davrda. Vaholanki uni startup eng kichkina, ya'ni MVPdagi startup 3 oy qilish kerak. 3 yil emas. Nimaga deb men o'zim ham sal tushunmay, keyin bundoq urib qoldim. Bittasi sekin aytib qo'ydi. Canva'dagi template'dan foydalanganman. Shundoq ko'chirib olib yozib chiqqan. Shuning uchun birinchi red flag hozir template bilan bilib olish juda oson. To есть o'sha MVP ga mana sizlarga kelayotgan joyda ham as authentic as possible, ya'ni aytganda o'zini qisqa bo'lsin, o'zini tili bilan yozsin, lekin o'sha o'zini tili bilan yozgani bilan tushuntirib bera olsa, not a fancy words dedi. ChatGPT in the world of ChatGPT or existing canvas, uni bilib olish oson. Birinchi red flag o'sha too good to be true. Uni sразу bilib olsa bo'ladi. Tek ko'zdan. Ikkinchisi asosan demak birinchi MVP nuqtasi meni fikrimcha hozirgi hamma komandalarda bitta yoki ikkita demak asosiy dasturchi bo'ladimi, AI chi, data science injeneri bo'ladimi, ularda hech bo'lmasa 5% dan ko'proq prosent interes bo'lishi kerak. Ular haqiqatan ham shu startapni qanaqadir jumboq problemani yechishda o'zini ko'rsatgan konkret demak skin in the game deydi-yu, uni pulga qilmasligi kerak-da. Demak unda haqiqatda dolevой участие bo'lish shartligi bu juda ham kam ko'ryapmiz hali ham. Menimcha hozirgi to'g'ri, balki vibe coding, prompt engineering
may make anybody to do it deydi-yu, qo'pol qo'yayotganda unga balki programmist ham bo'lish kerak emas. Bu menimcha hozir shu holat endi o'zgarish prosesida. Atak texnar, data science tushunadigan odam bo'lmasa, bu eng katta red flag. Agar ikkita prosta sotuvchi olib kelib startup pitch qilsa, masalan, men investitsiya qilmagan bo'lardim. Biz ham bunga alohida e'tibor beryapmiz builderlarga. Chunki vibe coding yaxshi, juda ham tasavvurimizdagi mahsulotni ko'rib olishimizga, lekin uni deploy qilayotganda, ayniqsa Lowable va Superbase'ni muammolarga uchraganlar bo'lsa, plus qoldirib ketinglar. Bularda baribir dasturchilar kerak va o'zi oxirgi ko'p artikellarni o'qidim. Vibe coding aslida dasturchilarning hayotini osonlashtirib beryapti. Chunki sotuvchimi yoki qandaydir hustlerlar bir qurgani bilan qayergacha olib boradi, qanchalik deploy qila oladi, qanchalik uni stress test qila oladi. Ya'ni ko'p bu yerda savollar bor haqiqiy hayotda. Ya'ni sizni startapingiz bu Lowabledagi hali bitta ilova emas yoki sayt emas. Muzaffar aka, mana hozir tushundik, taqdimotli template bo'layotganini biz ham uchratdik bu narsani. Keyin mana shu rejalashtirish haqida sizni hozirgi kunda boshqarayotgan olaylik yoki ichida board of director da bo'lsangiz keling, choy bersam. Startaplar bilan ishlash tarzingiz qanaqa? Ya'ni bir haftada bir qanaqadir meeting qilib turasizmi yoki ya'ni sizni advisor yoki investor sifatida equities borlarida? Hozir mana 4 ta 5 ta o'zimiz ekosistemamiz orasida bo'layotgan kompaniyalarda ular bilan bizda albatta, во-первых, o'sha ikkita narsa bor. WBR degandan Weekly Business Review, Amazon tilida MBR Monthly Business Review. Обязательно agar siz u yerda siz smart investor bo'lishdan tashqari siz o'zi haligi entrepreneur in residence deydi-yu, siz uni savetda o'tirib qanaqadir savetlar berayotgan bo'lsangiz, o'sha indikatorlarni har hafta, har oyda ko'radigan bo'lsangiz, shu ma'noda shu qanaqa rolingizga qarab, meni rolim bu yerda baribir entrepreneur investor, to есть o'zim sistemaga bo'lib, o'zim sota olsamgina o'sha narsalarga yoki o'zim klient topib bera olsamgina kiraman-da. Men bu pulni passivni qo'yib qachon lotereya bo'lishiga kutmayman. Menga lutch o'sha pulni qo'yganimizdan keyin birgalashib shagat qilsak, даже oxiriga bormasa ham o'sha failda hamma men ham ular bilan birgalikda experience o'rganaman. Ya'ni qanaqadir o'sha keyingi qilgan startapga u yordam tegishi mumkin. Shu nuqtalarda menda yo'q deganda oyda bir marta, masalan, bo'lmasa haftada bir martagacha ham boramiz ba'zi yaxshi startaplarimizda. Hech bo'lmasa yarim soat, 1 soatlik nima deydi, WBR, MBRlarga kirishga harakat qilaman. Tushunarli. Endi equity management bo'yicha sizni ko'rishingizda startaplar qanaqa bo'lishi kerak? Endi umumiyda teoriyada bilamiz. Sizni ko'rishingizda qanaqa bo'lishi kerak? Va hozir qanaqa kamchiliklar bor? Masalan, agar cap table to'g'risida gapiradigan bo'lsak, cap table to'g'risida cap table sodda tushunchasi ko'rayotgan yoshlarimizga, masalan, 3 ta odam demak asoschi bo'ladigan bo'lsa, boshlanishdan o'sha 100% bo'lib oladi, to'g'rimi? Boshlang'ich aksiyalarni bo'lib oladigan bo'lsa, sarmoyalarini o'shanda demak o'shani aniqlab olish. Masalan, menda 30%, sanda 40%, demak sanda 40%, demak sanda 30%, demak sen men buni qilaman. Uni juda ham oson yo'li. Nimaiki bilasiz, siz masalan sizni vaqtingiz, o'zingizni vaqtingizni qanchaga hisoblayapsiz? Masalan, meni soatim $3 bo'lsa, buni soati $10 bo'lsa, birinchi o'sha shkalani to'g'rilab olish. O'sha shkalani to'g'rilaganingizdan keyin bilasiz, siz agar kunda yarim vaqtingizni har kuni egallayapsiz yoki 7 soat boshqa joyda ishlab o'sha pulni topadigan pulingiz, o'shani hisob-kitobini qilib olishingiz kerak-da. O'shani hisob-kitobiga qarab sizda cap table tuzish juda oson. Eng sodda. Cap table обязательно boshlang'ichida yangi odam kiryaptimi? O'sha cap table'ga demak o'sha aksionerlar orasidagi sodda aksionerlik demak shartnomalarni qilib qo'yish kerak. Endi bu qarang 2 yil 3 yil oldin hamma qiynalgan. Shunaqa. Hozir og'izda bo'lgan, qolib ketgan. 1 sekundda qilib beradi. You have no excuse. Qo'pol qo'yayotganda. So keep the cap table always up to date deydi. Shuning uchun kim yangi odam kirganda, yangi odamgacha kirganda agar masalan 3-oy ishlaganingizdan keyin 3-asoschingiz kamroq ish qilyaptimi, o'shanga qarab o'tirasiz, kelishasizda, mana demak shunga nisbatan senda masalan kelyapgan anaqa bo'yicha okey, mana 1 yilda sen aytaylik 3 soatdan ishlatayotgan bo'lsa $3 dan har kuni
aytaylik $9 va bir yilda $9,000 qiymat olasan. O'shani hisobga qilib, nima deydi, cap table'ga o'zgartirishni keyin ChatGPT o'zi hisoblab qilib beradi. Shuning uchun o'shani up to date ushlab turish kerak boshlanish. Bizga mana shu dunyoqarashingiz ham kerakda. Ya'ni bizda olaylik bu yomon ham, yaxshi emas bo'lishi mumkin, lekin kuzatuv bo'yicha baribir soatiga to'lash hamma kompaniyalarda ham uchramaydi, ommalashmagan deylik va shuni hisobiga ham mana bu hisob-kitoblar bizga ko'proq kerak. Bitta book value sizni eng o'sha nima deydi? Book value degani o'sha buxgalteriyada terminologiya bor. Hech bo'lmasa qancha ketganda sen nech pulga baholaysan degan narsani mana shuncha vaqtim ketgan kompaniyaning eng kam qiymati mana shu bo'lishi kerak-da. Eng ko'p qiymati okay 5x, 10x, fake it, dream it. Kim olishiga qarabda endi tasavvurlaringizga qarab ketaveradi. O'sha deltadasida. Siz minimalni mana shuni. Men hech bitta qiziq narsani aytaman, hech esimdan chiqmaydi. Startap emas, men bitta birinchi outsourcega qilib bergan loyihada bundan 15 yil, 20 yil oldin, 2003-yilda ekan, 23 yil bo'libdi. Qiziq ish bo'lgan. Men unda student bo'lganman. Bir kishiga loyiha qilib berganman-da, u meni yaxshi seni men tarbiyalayman-da, ko'proq qo'shil, senga ham ozgina share beraman degan. Sen ba'zi bir qilgan ishingda sen men unga yangi ideyalar bilan borgan. Mana bunaqa qilsang-chi, bunday qilsang ham bo'ladi deganda aytgan, "Okey, sen entuziastlik, service providerlikdan tashqari senga stock option ham beraman" dedi, ishni boshladi-da. Menga keyin bir 3-4 yil ishladik, 4-5-yilda uni kompaniyasini sotib olishga kelishdi. Sotib olish kelganda men oldimga keldi. Bu paytda startaplar chiqmagan. Startaplar real 2010-dan u yog'ida rivojlanishni boshladi-da. Endi o'sha paytda endi bu startap ham bo'lmagan. Bunga ham qanaqadir texnologik yechim bergan joyimiz bo'lgan. Qanday qilib baholaymiz deganda, mendan prosta endi men yaqinida bo'lgan, sen yoshroqsan, sen u kattaroq odam. Men endi sotishim kerak, menga bittasi chiqyapti, sot deb bu kompaniyani deganda, endi men bunaqa 2x, 4x deganda tushunmagan, toxta degan. Men 4 ta bolam bor degan. 4tasini частный shkolaga beraman. Har bittasiga men bunga 20 mingdan to'lasam 4 yil 80 ming, men bunisi 10 yil to'lashim kerak. Oddiy matematika. Oddiy matematika qildi va qarang, men o'zim 4tasini men ana qilishim kerak. Universitetgacha olib kirib qo'yishim kerak ekan, menga 670 ming funt pul kerak ekan. 670 minimalniy plus menimcha qo'shaman deb hisob. Опять bukva agar o'shani qilmasangiz cap table bunaqa hisoblashingizga to'g'ri keladi. Va shunda qancha oldingiz Muzaffar aka? Meniki, lekin unda ham yomon olmadik. Masalan, bu yerda komandamiz bitta hozir nima deydi, jurnal komandamiz bor. O'shani atrofidan hozir 2-3 ta shu sohada ishlayotgan odamlarimiz yaxshi pul qilishyapti. To есть juda ham katta opit oldik-da, endi qo'pol qilayotgan. Shuning uchun lekin raqamini aytmaysiz. Raqamini aytmaymiz. O'sha payt uchun yetarli. 2006-2007 yil bo'ladi. Qo'pol qaytganda bitta ofis qurib oldim-da uni puliga. Tushunarli, o'zingizlar hisoblab olasizlar. Shuning uchun endi u paytda ofis qanaqa qiymati katta bo'lmagan. O'sha paytda pulni qadri ham boshqacha bo'lganda. Lekin bu siz xohlab emas, sizga berilgan imkoniyat. Men bu birinchi men o'zim menga hech nima bermasa ham men ketaverardim. Masalan, I would still be happy, потому что men unga shu service providerlik qilib bizda nima deydi, bir vaqtda o'sha 2008-2009-yillarda 20-30 ta odamimiz ishlaganda, ish berganmiz o'sha paytlarda. Unda katta narsa edi. Shuning uchun mana shunaqa cap table menimcha eng asosiysi boshlanishdan boshlab yoshlarimiz shuni oldinglar, ya'ni tarqatmaysizlar buni, hisoblab chiqasizlar. Chunki odatda shunaqa bo'ladi. Akmal aka bilan ham, Fayzik bilan gaplashdik. Advisorga mana siz menga advisor bo'ling, men sizga 10% beraman, 5% beraman deb tarqatib tashlaydi. Boshida hali hech nima yo'qligida. Ertaga paydo bo'lgandan keyin, u qiymatlar oshib ketgandan keyin founder isitmabdi, bunday olib qarasangiz. Nimaga? O'sha payt berib olgan ekanman deb. Endi boshqa mavzuga o'tamiz. Shu paytgacha rostdan ham mana IT Parkda ham Start Local, Go Global o'sha mainstreamini nimalarni sloganlari bilan ishlanardi. Balki hozir o'zgaradimi yo'q bilmayman, lekin men YouTube'da juda ko'p uchratayotganim, Instagramda ham o'sha startup olamidagi gaplarda Skip Local, Go Global degan bir yangi bir to'lqin bo'lyapti. Aynan AI bu nimalar, marketplace'lar yoki to'lov tizimlarini ommalashishi, ya'ni siz Stripe ulab qo'yganingizdan keyin nima farqi bor, qayerda siz olaylik, PayPal boshqa, ya'ni mana shunga qanaqa yangi startuperlar qilayotganida, Isroilni ko'pincha aytishadi, birinchi kunida Amerika bozorini o'ylaydi.
mana bu yerda boshlab Tel Avivda boshlab keyin ketaman demaydi degan bir fikrlarni ham eshitasiz. Ya'ni mana shunga sizni fikrlaringiz. Endi Isroildagi startaplarni ko'pini qaraydigan bo'lsak, srazu aytaylik, ularni baribir Amerikada qanaqadir juda ham katta nima deydi, o'zini networklari bor. Shuning uchun ularda u yerda katta, masalan, eng katta startaplarni hammasini o'zini founderlari boshlaganda Isroilda baribir nima deydi, tech center qilgani uchun ham ularda tezroq rivojlanadi endi qaysidir ma'noda. Shuning uchun lekin bugun mana AI nuqtai nazaridan o'sha LLMlar orqali kim eng optimal kod yozib qanaqadir kichkina vertikal solution qilsa, menimcha oldin masalan 3 yil, 4 yil, 5 yil oldin AI dan oldingi davrda masalan SaaS yechimlarda siz qaysidir davlatga borib yashamasangiz 2-3 yil o'rganmasangiz qanaqadir va qiyin u yerda go global srazu qilish edi. AI buni o'zgartirishi mumkin. Lekin buni ham hozir mana ko'ramizda, mana 2-3 ta yechimli aytaylik, mayli O'zbekiston qanaqadir o'zimizni o'sha Qorako'ldagi matematik bolalar nimadir o'shani sfigurировать qilib yoki Vyetnamdagimi yoki Indiyani qishlog'idagilar sfigurировать qilib birdaniga dunyo bozoriga chiqib ketadigan holat bo'lishi mumkin degan gipotezalar ko'p hozir. Lekin ularni hozir ko'rishimiz kerak-da. Endi baribir agar eskicha bo'lib traditsionalni o'ylaydigan bo'lsak, baribir biz mana hozir o'sha mana yoshlar venture bo'ladimi, IT parkmi, boshqalar ham baribir o'sha nima deydi, field office'lar qilishimiz kerak. Mana hozir Saudiyani o'ylayapmiz, boshqa Amerikada mana bilasiz, bu Silk Road kombinatorlar bor. Shular orqali qancha ko'proq menimcha o'sha yerlarda mijozli topaversak, faqatgina endi o'quv programmalari emas, ko'proq qanday qilib birinchi mijozni topib, o'sha mijoz go to marketdan tashqari o'sha mijozni даже cap tablesga ularga 1% bersa arziydi, masalan, 0.5% chem qanaqadir Muzaffar advisor или там кто-то XYZ advisor, mana celebrityni advisor qilganda ko'ra. Uni o'zi скорее всего bitta klient bo'lgan odamni o'sha sohada 10 ta kompetitori bo'lishi mumkin, peer bo'lishi mumkin. O'sha sohani yaxshi tushunadi, o'sha sohaga sotib berishga yordam beradi. Shuning uchun ma'na o'rnida o'shalarga 1-2% berishni mas'ul. Bunda bu faqat u yerda emas, biz O'zbekistonda ham korporativ partnyorlar bilan ko'proq ishlashni yo'lga qo'yish kerak. Korporativ partnyorlar ko'proq startaplarga ochilishi kerak. Qaysi ma'noda ulardagi R&D yechimlar kerak bo'lgan joylarni qancha yosh komandalarga bersa, shuncha yaxshi bo'ladi. Shuni atrofida qanaqadir soliq yoki qanaqadir rag'batlantirish tizimlarini ham o'ylashimiz kerak. Bu yana bitta keyingi etap, hozir qilinishi kerak bo'lgan etap. Lekin birdaniga skip, mana bu AI da endi ko'ramizda, menimcha keyingi 2 yil juda ham qiziqarli bo'ladi. Muzaffar aka, sal vaqtdan orqaga qaytaylik. Sizni hozirgi yutuqlaringizni, hamma natijalaringizni unutaylikda. KPI.com'ni o'sha $200,000 sotib oldingiz, domenni, produkt qurdingiz, o'zingiz o'sha data saytda, menimcha data saytda qurilgan, to'g'rimi, KPI.com? Endi o'sha data saytdagi injenerlardan olib, o'sha injenerlarda Wing ham qurdik, Zip24 ham qurdik, 5-6 ta startaplarni o'sha yerdan qurdik. Ba'zi bir yigitlarimiz ketib, o'zlarini startaplarini qilishdi, masalan. Aytmoqchi bo'lganim, qurdingiz. Hali o'zingiz foundersiz. Oylik hozirgi kundagi taxminan nechidir 30 nechidir yoshli Muzaffar aka haqida gap ketyapti. KPI.com'ni qurganingizda necha yosh bo'lgansiz? Yo, biz 2008-yildan beri boshlaganmiz proyektni. Demak, o'sha 35-30 atroflarida bo'ladigan bo'lsa, o'sha paytda boshlaganimizda, masalan, 30 early 30s biz boshqacha, umuman biz performance appraisal tool qilamiz deb boshlaganimizda, keyin uni yozib ber, uni yozib ber, buni yozib ber, klientlar narsalar so'rayvergan. Custom featurelar, между прочим, o'sha custom featurelar bilasiz, startaplarni sekinlashtiradi vertikalga nisbatan. Shu nuqtadan biz uchun baribir KPI.com qaysidir ma'noda nima deydi, workshop yoki hozir ham qaysidir ma'noda akseleratorga aylanishi ham, masalan, o'sha har xil sohalar sifatida endi yana bitta opportunity bo'lishi mumkin, возможность bo'lishi mumkin. Именно mana hozirgi AI sohasida. Hozir bir necha AI kompaniyalar bilan ishlashga harakat qilib ko'rdik. Hali biz ham tayyor emasmiz. Biz ham qanaqadir legacy toolmizda qaysidir ma'noda minuslarimiz bor. Bu AI kompaniyalar ham ba'zisi o'ta opportunistik, потому что ularda ham
nima deydi qiladigan ish ular tanlaydi. Shunaqa juda ham qiziq disruptiv holat hozirda endi. Shuning uchun qancha ko'proq yoshlarning komandasi chiqib o'zi qanaqadir plyuslarni ko'ra olsa, menimcha o'sha muvozanatga olib keladi. Ata KPI o'zi, lekin domen, между прочим, domenimiz to'g'ri hozir 200 mingdan ko'p turishi ham mumkin, bir necha har xil gaplar yuradi, lekin o'zi boshlanishda unaqa 200 mingga olmaganmiz, ozroq qolganmiz, 50 ming dollardan ham ozga olganmiz. Anaqamiz kelib Qiymati shunaqa. Lekin hozirgi qiymati juda qimmat. U paytdagi pul bo'yicha ham bilmayman hozirgi paytdagi pul qanaqa bo'ladi, lekin endi hozir nima deydi, asosan yechimda umuman har qanday domain bo'lishidan qat'iy nazar uni nechta mijozingiz bor, qancha kontentni quyapsiz, qancha poiskoviklarda aylanyapsiz, qancha masalan podkastda kontent yaratyapmizmi, shunaqalardan kelib chiqqan holatdagina o'sha brendingiz qurilib boradi po idее. Shuning uchun nega nostalgiya qilganim, siz ham misol uchun qanaqadir investmentlar qidirganmisiz? Qanaqadir o'sha 3 ta savol ekan. Investment qidirganmisiz? KBI.com'ni bir o'sha startup davrini eslasak, siz o'zingiz qanaqa captable qilgansiz va hozir KBI.com'ni founder sifatida bu baribir hali IPO ham emas, boshqa ham emas. O'zingiz qanchaga baholaysiz kompaniyangizni? Yo, ofitsialniy bahoyimiz bor. Hozir uni masalan ofitsialniy bahoy aytib o'tishim kerakki 5 milliondan kam hozirgi anaqasida oxirgi ko'targan pulimizga nisbatan. Lekin bizda u yerda masalan vaqti bo'lgan, bizda masalan MRR, ARR deganingiz u yerda mana 50 mingdan 100 minggacha oyiga anaqa qiladiganmiz, 1 millionga MRR bo'lgan vaqtimizda nimaga kam baholanishimiz, bu nimaki to'g'ri aytyapsiz. Pulni bizga Aloqa Ventures'dan birinchi kattaroq kompaniyalar sifatida bizni portfelda sizlar olinglar, sizlar ko'rsatinglar deganda xohlagan valuationda olurdik biz. Nimaki bizga mening uchun 4-5% irrelevant number deydi-yu, qo'pol qo'yayotgan. Ekosistemada biz ham haligi nima deydi, yo'l ochishda hissamiz bo'ldi-da, o'ziga xos aytganda. Biz o'sha boshlanishda. Endi mana hozir yangichasiga, hozir mana white labellar qilyapmiz. Hozir yangichasiga hozir nima deydi, renaissance ketyapti. Bizda ham ichimizda ko'ramiz endi nima bo'ladi. Juda ham to'g'ri savol berdingiz. 2012-11-yilda biz mana Lebazarga kirib ketishimizdan nima deydi, boring bo'lib boshqa joylarga qo'limiz yangi g'oyalar qidirish payti, more sexy ideyalarga kirib ketishdan oldin 1.3 million investitsiyani yo'q deganman. Bu kimdan bo'lgan? That was my biggest mistake. Hozirgacha aytaman. 2012-yilda 2011-yilning oxirida 925 ming funt, kechirasiz, 975 ming funt. O'sha paytda pul bilan 1.4 million dollar. 25% degan, olaman degan. Bunisi bor ekanda. But it was fine. Manda o'shanda ham 100% bo'lgan. 975 ming bu o'sha paytda u payt Series A. Yana yetmaganiga kim pul tikayotgani ham muhim. Вообще, CF uni menga puli ham, protsenti ham emas, menga boshqa narsasi meni ikkilantirgan. Bu asosiy qismi u aytganki 975 olib 4 ta asosiy ключевой management teamni Angliyada quramiz degan. Men u yarim pulni Angliyada utilize. Men baribir o'zbek in the background manda, men kechirasiz, men O'zbekistonda utilize qilmasam juda qimmat. Nima qilay? Yo'q, qimmatligidan ham ko'ra men O'zbekistonda utilize qilaman. Mayli 2-3 ta odam shunisida qildikda, keyin oxirida men yo'q deyishga majbur bo'ldim. Keyin o'sha paytda olganimda вообще boshqacha ketardi. Mana hozir siz juda yaxshi bilasiz, Odoo degan kompaniyani ko'pchilik biladi. Odooni men hech eslayman. 2012-yilda 20 ming dollarga eslayman. O'zim Jitex-da stand sotib olganman o'sha payt. Bu yaxshi pul ham qilardik, lekin boshqa outsource. Nimaga olmagansan desangiz, outsourcedan ham yaxshi pul qilardim-da. Pulingiz yetarli bo'lgan. To есть men o'zim sekin shoshilmay qilib olaman degan. Vaholanki eng katta ошибка. Hozir men buni tan olaman. Keyingi mana Lebazarda ham o'shandan tushunganimdan keyin Botir bilan birga qilamiz yoki yana bitta Rustam aka degan o'zimizni yaqin, demak, co-founder o'rtog'imiz bilan birgalikda uchalamiz qilganimizda tez gipoteza qilib, tez fail qildik. Shuning uchun обязательно founding team
2dan 5tagacha ham bo'lishi kerak deb o'ylaymanda. To'g'ri, decision maker, yani asosiy решение qiladigan 2ta 3ta bo'lishi mumkindir, lekin farqi yo'q. Agar sizda cap table'ingizda o'sha nima deydi 60-70% gacha qancha ko'proq odamga cho'zsangiz, fondlar ham unga moyilroq qaraydi. Nimaiki, haqiqatda ko'pchilikda demak pulga ishlash, faqat startap qanaqadir yuritishga pulsiz ham yuritaveradi degan ma'noda. Eng birinchi o'zi investoringiz bu ko'chadagi investor emas, balki co-founderingiz, ya'ni g'oya baribir bitta odam miyasida paydo bo'ladi, keyin uni sotish kerak. Demak, 4 ta odamga sotilgan bu g'oya, 4 ta odam ishini tashlab kerak bo'lsa, shu startap bilan shug'ullanyapti. Shunaqa, endi albatta mana startap g'oyasini keyingi etaplarini oladigan bo'lsangiz, albatta tezroq pul ko'tarib, agar siz exit game'da, exit mindsetda bo'lsangiz, chiqish mindsetda bo'lsangiz, startup degani chiqish mindseti bo'lishi shart. Bo'lmasa startup emas. Exit strategy bo'lmasa, qachongacha shug'ullanasiz? Uni startup emas. U SME. Siz bitta yangi kompaniya o'zingiz vaqtingizda shoshilmasdan, masalan, nechta marketing agency bor, hozir mana siz yaxshi bilasiz. Bu siz o'zingizni sohangiz. Hozir oxirgi marta men Facebookda ko'ryapman, har kuni 20 tasi chiqyapti. Pitch qilib o'zbek. Ular masalan daily nima deydi, bread and butter business da. Ba'zi bir tech kompaniyalar shunaqa bo'lishi mumkin. Men shunaqa founderlar bilan o'zini anaqasiga o'zi yetarli. Ba'zi kompaniyalar bilan o'sha 13 yildan keyin ularga finansирование berishgan, o'sha asoschilarni oxiri ko'ndirishgan. Keyin baribir 3-4 yildan keyin cash out qilgin masalan degan ma'nodada. Shuning uchun umuman aytganda yangi kirgan yoshlarga agar startup road bo'ladi degan bo'lsa, menimcha shu 3 yildan 7 yilgacha o'sha frame'da 1 oylik bo'lish kerak. 3 yilda acquire bo'lib ketsangiz ham, masalan health acquisition bo'lib ketsangiz ham normal, yaxshi. Birinchi natija uchun yaxshi. Qancha yosh bo'lsangiz, yana 3 marta, 4 marta qaytara olasizda. Usmon aka bilan podkastimizda ham shuni aytdik, yana takrorlaymiz. Startup bu sizni yo farzandingiz, yo qanaqadir bir nimangiz emas, nima deydi? Umringiz oxirigacha qolishi kerak bo'lgan narsangiz emas. Exit strategy o'zi umuman ko'p yangi pitch decklarni ko'rganda ham rostdan ham founder nima qilmoqchi bu startup bilan, qachon chiqib ketmoqchi, qanaqa chiqib ketmoqchi, buni bilgani yaxshi. Har holda psixologik tarafdan tayyor bo'ladi. Hamma ham Zuckerberg bo'lishi shart emas, bunday qilganda. Har doim shu bilan yashashga. Exitlar. Exitni qilayotganda baribir ruhiy tarafi ham bor, ya'ni pulingiz ham bordir, bootstrap qilib o'zingiz yopib kelayotgandirsiz startapingizda, qanaqadir yana fantaziyalarning oqibatida paydo bo'lgan rejalaringiz ham bordir, qanaqadir disrupt qilib tashlayman, puling ham kerak emas, zo'r bo'lib ketaman hali 2 yildan keyin degan xayollar ham bo'lishi mumkin. Qanaqa qilib mana shu qarorga kelinadi? Yaxshi takliflar har doim bo'lgan. Mana bittasini siz olmagansiz, keyin lekin bu tajribadan kelib chiqib qabul qilgansiz yaxshi takliflarni. Mana shu exitni o'zingiz bir bo'lib tushuntirib bersangiz, qanaqa qilib qaror qabul qilinadi? Takliflar qanaqa ko'rib chiqiladi? Investorlarni olish hammi yo faqat chiqib ketish? Faqat chiqib ketish. Yo, endi chiqib ketish bu nima deydi? Opet yana bir marta aytganda chiqib ketishga ko'p biznesga yetib bormasligi mumkin, lekin birinchidan men shu yoshlarimizga asosiy maslahatim chiqib ketishdan oldin o'sha qanaqadir produktni, ya'ni mahsulotni birinchi 10 ta, 20 ta, 50 ta mijozgacha olib kelish ham o'zi katta natija hisoblanadi. Juda katta natija, ayniqsa yoshlar uchun. Bular ham o'ziga xos, meni fikrimcha, eng birinchi qo'l urayotgan yoshlar uchun bu ham little exit. O'ziga xos achievement deydi, exit demani. O'ziga xos qanaqadir natijaga erishish, uni o'sha atrofida 4 ta 5 ta odam hech bo'lmasa ish bilan ta'minlaydi. Undan tashqari, demak, qanaqadir nima deydi, o'ziga birinchi tajribani o'rnatadi. Shuning uchun birinchilarga sразу exitni gapirmasak ham bo'ladi. Menda ham 20 tasidan masalan bittasida normalniy exit bo'lgan bo'lsa, 4 tasida team exit bo'lgan bo'lsa, qanaqalarda men kichkina nima deydi, minority holder bo'lgan bo'lishi mumkin. Hammasida har xilda. Endi umuman aytganda exitda ba'zi joylarda bitta kompaniya bilaman, o'sha paytgacha chiqquncha masalan 8 millionmi, 8 millionga sotilgan kompaniyani bilaman, lekin o'sha paytgacha 5 million pul tikkan. O'rtacha qilayotgan. No, orada 8 yil vaqt o'tgan. 8 yil ichida to'g'ri, u kompaniya o'shanda ham nima deydi, sotuv qiymati har yili olib kelayotgan sotuvi faqat ARR deymiz-ku biz tilimizda. ARR
3 million 4 milliondir, lekin 8 millionga sotayotganda o'sha paytgacha 4 ta odamni nima deydi, peshona terisi, unga kirgan terisi, ularni fikrida har bittasida yo'q deganda 3 million 4 milliondan cho'ntagiga solish kerak edi. Vaholanki 5 million tikkan fond 8 millionga sottirishga majbur qildi. 8 millionga sottirgandan keyin 5 million plus u yerda term sheetda deydi, term sheetda o'tda shunaqa joylari bo'lgan, shu 5 million plus 3 millionni yana 1,5 millionni olib qo'yib, 3 ta founderga faqat 1,5 million pul. Unaqa сделкалар tiqilib yotibdi dunyo bozorida. Shungacha kelsanglar ham yomon natija emas. Yomon natija emas, birinchidan, lekin o'sha paytda 5 million lekin oylik qilib olishganda endi. Masalan, founderlar ham boshqalar ham komanda qilgan, management fee bo'lgan. Management fee'lar bo'lgan. Shuning uchun any exit is good exit mani fikrimcha, потому что exit degani o'sha produktingiz qanaqadir, agar uch xil exit bo'ldi. Exitda birinchisi siz korporativniy exit, ya'ni trade exit, ya'ni siz masalan etelo kichkina supply chain yoki produkt sotsangiz, uni kattaroq brendga sotishingiz mumkin. Masalan, nima deydi? Meditsinskiy qanaqadir telemedical product qilgan bo'lsangiz, Aqua Medline olishi mumkin. Buni trade exit deydi, yoki qanaqadir kichikroq aytaylik buxgalteriya qismi qilgan bo'lsangiz, KPI sotib olish mumkin. Bu ham trade exit, например. Ikkinchisi bu ko'proq killer exit ham bor. Ba'zi kompaniyalar o'ldirish uchun yutib yuboradigan. O'ldirish uchun oladi-da, esa konkurensiyani yo'qotdi deydigan joylari ham bor. Lekin bunda ham siz yaratgan customer base deydi-yu, masalan, klientskiy bazani ular oladi-da, o'ziga keyingi etapga olib kirib ketadi. Uchinchi eng asosiysi bu yerda o'sha nima deydi? Katta IPO qilish, ya'ni listing qilish yoki qanaqadir katta private equity. Hamma portfoliosi bor kompaniyalar sotib oladi, lekin o'sha nima deydi? Jarayon ishlash jarayoni davom etaveradi. Siz o'zi endi nima deydi? Siz o'zingiz asoschi sifatida siz olmaysizda, rentabilnistda yangi aksionerlar oladi, lekin ular sizni kompaniyangizga kelib boshqarmaydi. Trade exitda yoki o'ldirish exitda u kompaniyalar o'zi sizni ishingizni tushunadi yoki sizni yo'qotadi, yoki sizni bitta o'zini strimiga olib kelib, asoschini mana sizni pulingiz, пожалуйста, biz bu yog'ini boshqaramiz deydi. YouTube, Instagram yaxshi misol bo'ladi bunga. YouTube eng yaxshi. Menimcha YouTube ham o'z boshqaruvchilari qolgan, lekin YouTube keyin ular chiqib ketgan. YouTube necha pul sotgani esingizda bormi? 65 milliard adashmasam. Hozir agar 2 yil 3 yil turganda 15-20 milliard sotardi. Aytgancha, mana shu bo'yicha Muzaffar aka Stanford universitetiga Alisher Sa'dullayev o'qiyotgan paytda mana shu YouTube'ni asoschilaridan biri kelganda aytgan. O'sha payt xato qilgan ekanman. Pulni olgan albatta, keyinchalik chiqib ketganda umumiy pulni olgan, lekin ikkinchi YouTube'ni yarata olmas ekanman, endi shuni tushunib yetdim degan ekanda. Lekin uni shunaqa puli zo'r bo'lmagan taqdirda ham u ishlagan, baribir Google ga sotgani uchun ham baribir Google mana hozir ham mana ChatGPT bilan orada juda ham katta diskussiya ketyapti. ChatGPT hali ham startup, Google Gemini'ga berayotgan puli unlimited. Endi qo'pol qilgan, agar aksiyalarni bilmayman qarab turasiz, mana Google aksiyasini qarsangiz, bir ChatGPT tushganda tushib ketdi-da, masalan $200gacha qiymat tushdi, hozir shundoq qaytarib chiqyapti. Endi hozir ChatGPT pul ko'tara olmasdan agar hozir listing qila olmasa, bilasiz, ChatGPTning atrofida bu yerdan Elon Musk sudga beryapti, bu yerdan bu sudga beryapti. Bu yerda juda ham qiziq katta o'yinlar ketyapti-da. Shuning uchun Google Yahoo emas. Masalan, Yahoo 2000-yilda chiqib yo'qolib ketdi, to'g'rimi? Google hozir haqiqatda katta biz Yahoodan email ochgan eski avlod vakillarimiz. Shuning uchun qiziq vaqtlar endi ko'ramiz, qiziq vaqtlar haqida alohida savol bor. Muzaffar aka, siz baribir old school startup nomi bilanmi, startupsizmi, baribir texnologik yechimlar bilan har doim shug'ullangansiz va juda ko'pini mana Odoga o'xshab o'zingiz ko'rgansiz ularni chiqib kelishini. Va g'oyalar kelgani bu 100%. Siz juda ham kreativ insonsiz. Har doim ayniqsa oldingizda kuchli jamoangiz bo'lgani uchun texnik. Qaysi startapni uchib ketganida men ham shunaqa startup o'ylagandim, nimaga shuni qilmadik o'shanda deganda fikrlar hech bo'lganmi? Kстати, yana bir hozir aytdingiz, mana Odo bilan mana bizni o'zimiz soha KPI sohasida
ikkita katta begemotlar bor. Buni bittasi mana Odo'ni hozir ozmoz tushuntirib beraman sizga. Lekin Odo ham mana endi 13-14 yildan keyin Eureka Momentum topdi. O'tgan oy men esimda bor, LinkedInda ular aytdi, bir oyda biz 45 mingta kompaniyani onboard qildik sistemaga bir oyda. Lekin ular ham 13 yil qiynalib oxirgi pul ko'targan, lekin mayli 45 mingtani aytaylik yarmidan ko'pini pulga sotib olayotgan bo'lishi mumkin, bekorga berayotgan bo'lishi mumkin. Nimaiki ular 525 million dollar pul ko'tardi secondary marketda, 4 million atrofida, 4 milliard atrofida hisob kitobdagi tushunishim bo'yicha. Lekin yana xuddi shu sohada mana siz bilasiz, ko'pchilik bilasiz, Zoho degan Google sotib olmagan, Microsoft sotib olmagan, uzr, Microsoft sotib olmagan. U kompaniya hozirgacha xususiy kompaniya hisoblanadi. Bitta Hindistonni, demak, bitta qishlog'ini umuman kompaniya qilib tashlagan. Shuning uchun agar sizda profitable yoki foydali self-sustaining business bo'lsa, ko'p pul ko'tarish ham shart emas. Masalan, ko'p joylarda masalan, qaysi marada KPI ham shu sohaga tushadi, qaysi marada bizda agar o'sha kamroq pul bilan ham o'zimizni self sustain, endi uni minus tarafi ham bor. Self sustain qilsangiz, o'shanga qarab ko'rpaga oyoq uzatasiz, scalingni qoldirmaysiz. Otilmaysiz. Otilmaysiz. Shuning uchun Odo bilan o'sha solishtirganingiz nima, bittasi 1000 marta oshib ketdi-da, bittasi masalan keyingi o'rinda deganingizda, lekin baribir o'sha brendni, o'sha o'zingizni mijozlaringiz atrofida 3 yildan 5 yilgacha tura olib, ularni ushlab turishingiz baribir sizni yaxshi nima deydi, o'zingiz joyingizni topa olasiz, o'zingiz qaysidir segmentda. Ba'zi segmentlarda juda ham zo'r bo'lib ketasiz. Mana Zoho haqiqiy hech kimsiz, bu bir necha, mana hozir bilmayman, necha millionta SME klienti bo'lsa kerak, kichik va shu sohada, lekin mana agar ularni qarasangiz, ularni hisob kitob bo'yicha o'zi balki 70 milliard turar. Lekin mana eng zo'r mana shu sohadagi kompaniya QuickBook degan kompaniya bor. Bilsangiz, QuickBook haqiqiy New York fond bozorida 200 milliard atrofida turadi-da, endi qo'pol aytganda. Endi qolgan kompaniyalarga qarasangiz, hammasi har xil qismlarda, lekin shu ma'noda mana bizni o'zimizni ham mana hozir keyingi etapimiz moliya bozorimizni rivojlantirishimiz kerak. Birinchi texnologik kompaniyalarimizni o'zimizni investorlarga, ya'ni o'zimizni kichik investorlarga, masalan $1000 bo'lsa ham tikadigan holatga olib keladigan holatlar bo'lishi kerak. Bu ham menimcha keyingi 3-4-5 yilda hozirgi mana sizni o'z kombinatoriga nechta kompaniya olayotgan bo'lsangiz, shularning ichidan birontasi list bo'lib kelsa, o'sha bizni keyingi 10 yil ichidagi yutug'imiz bo'ladi-da. Zo'r. Muzaffar aka, hozir startapchi bo'lsangiz, 20 yoshsiz. Produktingiz bor. Keling, choyni nima qilamiz? Bormi? Hozir startapchisiz va endi invest olishingiz kerak. Hozirgi tajribangiz bilanda qanaqa yondashgan bo'lardingiz investor bilan uchrashuvingizga? Hozirgi bilimim bilan bo'lsa boshqacha yondashgan bo'lardim. Lekin 20 yoshliga meni bilimi bo'lmasa ham eng asosiy savetim, demak, o'sha berayotgan investor nima sizga puldan tashqari bera oladi? O'sha meni birinchi savolim bo'lardi. Albatta o'sha sohada masalan eng asosiysi friend and family round, eng yaqin odamlaringizdan o'sha pul qaysidir qismini sistema sotib olarsiz, birinchi ishchingizni olarsiz, kompyuter mahsulot, ularga tushunarli. Mana keyingi asosiy chetdagi o'sha farishta investor olib kelganingizda unda smart money bo'lishi kerak. Men birinchi bo'lib menga qayerda yordam bera olaysan, meni birinchi klientim bo'lasanmi yoki meni proyektimni ko'rib berasanmi, kodimni review qilib berasanmi degan narsani birinchi bo'lib so'ragan bo'lardim. Demak, puldan tashqari yana nima bera olasan? Nima bera olasan? Qanchalik yengi shimarib, men bilan o'tira olaysan, menga yordam bera olaysan, birinchi mijozga qanaqa chiqadi? Menimcha birinchi o'sha atrofdagi investorlar yoki ularni qanaqadir nima deydi, katta kompaniyalar bo'lishi kerak yoki mana integratsiya boshqa uchun yoki qanaqadir o'sha sohada yaxshi tushuna olish kerak-da. O'sha sohada yaxshi passivniy bizga haligi yo men rosa ko'p pulim bor, ana buni beraman, 3 yilda pulimni qaytarib olamanmi degan, ola olmaymanmi degandan uzoqroq yuraverish kerak.
investitsiya bu qarz emas. Ya'ni o'sha risklarga u ham sherik. Lekin bitta joyi bor, men aytib o'tmoqchiman, mana o'z kombinator asosan buni ko'rish kerak, потому что sizlar yoshlarga beradigan 7,5% deyapsizlar-ku. Yo'q, bu Y Combinatorda biz 5% gacha maksimum shu kecha kunduzdagi suhbatlardan kelib chiqib aytsak, o'rtacha 3%. O'sha 3%, даже 5% ga aylangan taqdirida ham o'sha aylangan 2-3% boshqa founderlarga beraman degan sxema qilish kerak-da. Ba'zi founderlar o'zi topa olmaydigan founderlar sizlar olib kelib, founder matching bor bizda. Matching qilishga ularga yordam bersanglar, ya'ni yaxshi bo'ladi. Endi birinchi etapda to'ppa-to'g'ri 5 dan ko'payib ketmasligi kerak. O'zi 5 ham слишком katta. 5 ham katta. Потому что 3ta raunddan keyin baribir asosiy asoschilarda yo'q deganda 60% dan tepa aksiyasi qolmasa, ularni qiziqish qolmaydi. Bo'lmaydi. Biz founder matching ham ko'ryapmiz, ayniqsa founderlar bilan gaplashganimizda juda zo'r builder, lekin sotuvga qanaqadir nimaroq qaraydi, nima deydi? Passion yo'q. Ya'ni u zo'r produkt haqida o'ylaydi, quradi, produktini juda yaxshi ko'radi, lekin sotuvga kelganda tanishlarim bor, lekin shu founder kerak deydi-da, ya'ni hustler kerak va biz ko'ryapmiz xuddi shunaqa hustlerlarni zo'r sotadi, yo'q narsani ham sotaveradi, o'sha paytda o'zida qo'shilgan qiymat qo'sha oladi, lekin builder emas. O'sha uchun biz ularni alohida belgiladik. 6 haftalik mana shu dasturimizda alohida bir kechada speed network qilib, founderlarni bir-biri bilan match qilishni ham o'ylayapmiz, chunki balki o'zini g'oyasini ham tashab ishlayotgan, uchayotgan yaxshi startapni bortiga chiqib olar. Muzaffar aka, hozir misol uchun startaplar ko'pincha baribir AI yo'nalishida, ya'ni AI da nimadir qurib ko'rishyapti, Cursorda yoki Replitda, Lowballda qurishyapti, juda tez o'zidan xursand bo'lyapti. Menda уже produkt bor deyapti yoki EdTech yo'nalishi bu juda bir nima deydi? Red Ocean. Har ikkinchi odam qanaqadir ta'limda nimadir yechib pul ishlashni o'ylaydi. Siz ko'rayotgan, bu savolni bekorga bermayapman. Hozir podkastdan oldin YC'ni Winter batchida oydagi materiallardan foydalanib uy quradigan startaplar ham topshirgan. Shunaqa bir crazy mavzular borda. Hozir nima startap qilgan yaxshi? Ya'ni bozorda qaysi startaplar tezroq harakatlanishga moyil? Mani fikrimcha baribir endi AI native deyapmiz. Hammamizda AI nativeligi birinchi holatda bo'lishi kerak. O'sha qanaqadir katta language modellardan foydalangan holatda o'shani qancha optimizatsiya qilib, nima bo'lishidan qat'iy nazar o'sha transaction, ya'ni har bitta borib olib kelib qiymatga olganiga ChatGPT oladimi, o'sha Lovable oladimi, boshqasi oladimi, hammasi baribir number of code line, number of transaction. O'sha narsani optimizatsiya qilsangiz uni sota olasizda. Biz masalan birinchi 10 kecha mana bitta bizani o'zimizni ichki texnologik meetingda aytib qolishdi. Bitta masalan o'sha Google o'zini in and out request berishingizga 1000 tagacha bekorga-da, 1000 tadan u yog'iga bittasiga 10 sent, 15 sent. U requestlarni qanday qilib 15 sentdan 2 sentga qancha tushira olsangiz, o'shani resell qilganingizda mana shu menimcha bitta eng optimizatsiya qiladigan kompaniyalar o'shalarga interes ko'payaveradi. Nima bo'lishidan qat'iy, deep tech bo'ladimi, o'sha katta o'sha Lovable qanaqadir o'sha Cursor tepasida bir 10 ta menimcha startap qurilyapti, o'sha keyingi GitLablar boshqalar chiqadigan. Shuning uchun undan tashqari mana energiya sohasida aytaylik, любой smart meterlar bo'ladimi, efficiency deydi-yu. Mana shu sohadagi deep tech menimcha hozir ham hali hech qayerda yechimlar topilmadi. Mana shu sohani qancha R&D qilib, ular masalan klient topolmasligi mumkin, ularda strategik hamkorlari bo'lishi mumkin. Strategik hamkorlar aytaylik, bular bizning energetika sohasidagilar ham bo'lishi mumkin. Undan tashqari katta dunyoni o'zida ham akselerator qilgan demak energetik kompaniyalar bor. Masalan, Angliyani o'zida 20 ta, Amerikada 300 ga yaqin energetik. Bularning hammasini o'zini akseleratsiyalari bor. U akseleratsiyalarda sizga qanaqadir yechim topishingizga hech qanaqa ARR, MRR siz ham
yillab pul berishga tayyor joylar bor. Tractioning qani demaydi. U yerda qanday problemani qaysinisini qanaqadir R&D'ni qismiga meditsinada ham shu sohada biotexnologiya. Ya'ni o'sha taraflarga ham kirishimiz kerak. Hozir biz slishkam MRI faqat software, SaaS, emas. microSaaS O'sha taraflarni ham qaraydiganlarga mana o'sha ChatGPTda yoki o'sha Gemini'da o'sha 4 ta 5 ta qismlarda ularda ham mana agar Google'ni qarasangiz, Google Home degan katta proyekti bor. O'sha Home'da hamma qismlarni ulaydigan. IoT'lar. Mana shu soha ham hali bizda juda ham kam ko'ryapmiz. Hamma aytayapti deep tech, lekin efficiency nuqtai nazaridan, masalan, effectiveness nuqtai nazaridan qilaman desa, hamma joyga API ochiq, hamma joyga integratsiya ochiq. Ya'ni aniq bitta soha emas, urinib ko'rgani yaxshi. Urinib ko'rgan. Muzaffar aka, biz oylik sizni mehmon qilib ko'rganimizda o'yladikki, biz ko'prik bo'lishimiz mumkin. Startapchilar va tajribali nima deymiz endi, ham investor, ham o'zi founder odam bilan ko'prik bo'lib bersak deb. Oliylik hozir izoh yozishsa-da, aynan sizni mavzularingizga yaqin startaplar izoh yozishsa, biz siz bilan sessiya tashkil qila olamizmi? Ya'ni ular bilan uchrashib, hamkorlikni yo'lga qo'yadigan qanaqadir bir uchrashuv tashkillashtira olamizmi? Birinchidan, nafaqat uchrashuv, biz o'zi KPI kompaniyamiz o'zi aytdik, biz laboratoriya, yarim akseleratorga aylanyapmiz o'zimizni o'sha sohalarda. Shu nuqtai nazardan hisobchi bilan o'zi gapirishdik. Mana o'zlari kelishdi, biz ularga bitta konkretniy задача berdik, qanday qilib ularga yordam bera olamiz. Hisobchi bilan shu nuqtai nazardan diskussiyalar ketyapti. Keyingi holda masalan o'sha bizni KPI tizimini albatta o'rganinglar. Qaysidir mana modullarni qarasangiz, bu yerda bir necha modul bor. O'sha modulda qanaqadir qismini problemasini yechayotgan любой kompaniyaga nafaqat biz ularga qiziqarli mijoz investitsiya topib berishimiz mumkin. Ularga 100% qanaqadir programmistimiz bo'ladimi, sotuvchimiz bo'ladimi, ekspertiza tarafdan white label qilish kerak bo'ladimi, hamma taraflarga ularga bizni ham interesimiz bor. Ular bilan ishlashga tayyormiz. Shuning uchun hozirgi birinchi batchlardagi kompaniyalardan ko'ra biz o'zimizniki o'sha white label proyektlarni sizlarni batchlarga olib kirmoqchimiz o'zi. Shuning uchun mana shunaqa bor narsalarga biz ochiq, eshigimiz katta ochiq. Shuning uchun izohlarda yozinglar startaplarni, chunki katta ehtimol bilan Muzaffar aka qaysidir payt vaqt topib o'sha izohlarni o'qisalar, balki sizni startapingizni keyingi o'sish nuqtasi aynan mana shu yerda bo'lishi mumkin. Va uni meni asosiy ishim sotuvchilik nuqtai nazaridan, men biz bilgan minglab mijozlarga qaysidir bittasi sani produktingga mijoz bo'lsa, men yana 10 tasiga mijoz topib bera olaman degan. Menda asosan shunaqa o'ylayman. Qaysi startaplar bilan gapirishsam, tayyor produktni qanday qilib qila olamiz, kimnidir topib bera olamiz. Mening uchun bu O'zbekiston uchun qancha bir sum yana eksport topsak, men yerda любой joyda chiqsam, men bunga topib berdim deya olaman. Menga uni shu nuqtai nazardan bu meni o'zimni nima deydi? Qiziqishlaringiz, maqsadingiz, yordam sifatida ham tashqari O'zbekistonga qiladigan yordamimiz. Shuning uchun qancha yoshlar ko'proq startap qilsa shuncha yaxshi. Muzaffar aka, bu oxirgi savolimiz. Fokus. Men to'g'risi 20 ta startaplar haqida gapirganingizda ham Wing, Keepaya.com, mana necha yildan buyon men saytiga kirganimda 2007-2026 turibdi. 19 yil bitta biznesni shuncha rivojlantirish o'zi emas. Fokus masalasida hozir mana ko'rayotgan founderlarimizni muammolari bor. Hattoki o'zim kuzatayotgan jarayonlar ham bor. Yoshlarda o'sha telefonda o'tirib qanchadir bekorchi vaqtini ketkazadi yoki ko'pincha mana imkoniyatlar qidiryapman deydi, boradi, faqat shu bitta taqdimotini qilib oladida, shuni hammaga borib ko'rsatib yuradi, boshqa qiladi yoki qanaqadir bir time wasting bilan ko'p muammosi borda. Ya'ni startapim uchun qilyapman deb o'ylaydi, lekin aslini olib qaraganingizda hech qanaqa impakti yo'q. Shunga aynan Muzaffar Karabayevni nimalarda, tajribalarida fokusni qanaqa boshqarish kerak startap tezroq o'sishi uchun? Endi umuman aytganda startapchi bo'laman degan odam agar nima deydi, texnologik nuqtai nazardan MVP ni yasolmasa, o'zi qancha tez yasasa shuncha yaxshi. Mana o'sha eslasangiz Elon Musk ham asosiy bitta plus aytgan, shu Tesla zavodi qurilayotganda men o'zim zavodda uxlaganman, uyga bormaganman. Zavod qurilmaguncha o'zim o'sha tepasida turgan. O'zi ham nimadir qilganda, endi kerak bo'lsa, qanaqadir kodini yozgandir, qaysidir qismini boshqadir. Shunga o'xshab
o'sha MVPni qilguncha fokus to'g'risida gap bo'lishi mumkin emas. You have to get the MVP done. Agar u MVPni qilmasdan sizga просто pitch qilib yurgan bo'lsa, nimadir noto'g'ri. Первый красный flag, first red flag. Shuning uchun mana shu birinchi narsa. Ikkinchisi, shu birinchi mijoz topguncha, agar o'zingiz topa olmasangiz, okey, startap o'xshamadimi? Shunaqa kompaniyalarga mana bizda 600 ta startap bo'lsa, undan tashqari 900 ta resident IT kompaniya bo'lsa, ulardan bir yarmi zo'r ish beruvchi, o'shalarni hisobiga borib o'rganib keling. То есть ularga sales bo'ling, ularga marketolog bo'ling, ularga coder bo'ling, go and learn on their expense first deydi-yu. Ularni hisob kitobida o'rganib, keyin bir yildan keyin yana come back to the drawing board deydi-yu. Tim bo'lib mana siz aytyapsiz, matching programmalar bor boshqa. Shuning uchun agar srazu qandaydir kod yozib boshlayman demasdan, yo'q, men asoschilar toparkanman, o'zim yaxshi sales qilmadim, qanaqa qilaman yoki birinchi bo'lib project managementni qilishim kerak desa, balki birinchi, ikkinchi, meni fikrimcha kimgadir borib ishlash kerak edi. Chunki rostdan ham bitta odam chiqadi, oylik o'zimiz ham Instagramda hozir Founders Cafe'ni yurg'izayotganda uni qildiymiz, buni qildiymiz, muammoni topdiymiz, keyin mana asoschilar muhim deymiz, jamoa, founder ko'zi bilan qarasangiz, bu bitta ro'yxatda kelmaydi. Bu birdaniga hammasi bir paytda o'zida keladi va mana shu paytda fokusni qayoqqa qaratish yoki o'sha Steve Jobsni eslasak, 100 ta yo'q, bu fokus o'sha yo'q deya olish, bu hayotda qanaqa ishlaydi? Ya'ni mana Muzaffar akaga yana bittasi kelib startapini aytsa, g'oyasi yoqqani bilan yo'q deyishlar yoki qanaqa qilib o'sha bitta produktni rivojlanishiga, sotilishiga, bozorga kirishiga, mijozini topishiga qanaqa qilib fokus qaratish rostdan foydali founder. O'zi bilmasa kimdir oldiga borib shogird tushadi deb bekorga aytishmaganda o'zi eskitdan. Birinchi bu shogirdlar akseleratorlar o'qish, teoriya yaxshi qilish kerak. Meni fikrimcha doers are better deydi. Kim ba'zi agar siz kod bilan qanaqadir problema qilib siz tayyor R&D qilmayotgan bo'lsangiz, more generic middle of the road product bo'ladigan bo'lsa, unda baribir sales, boshqa mana shu sotuv taraflarini birinchi mijoz topguncha o'sha sohani baribir shogird tushib o'rganish kerak-da baribir. Bilmasangiz o'rganing. Qiladigandan, qilgandan imенно shogird tushib qilib ko'ring, o'rganish emas, qilib ko'ring. Unless you do it, birinchisini sotib ko'rsangiz, u umuman boshqacha o'ziga xos nima deydi, boshqacha достижение-da. O'qigan bilan mana qilib qilar ekan, lekin birinchisini qilsangiz qancha qiyin bo'lsa ham mahorati uni nima deydi, undan siz boshqacha haligi nima deydi, hissiyot olasiz. You enjoy differently. Achievement is different. Men buni qila oldim. I did it. Undan keyingilarini уже reengineering qilishingiz oson, lekin birinchisi qilmagunizcha teoriya bilan reengineering qilish juda qiyin. Aha. Hozirgacha qancha startaplarga taxminan investitsiya qilgansiz? Endi hozir bizda unaqa o'zimizni atrofimizda bir 6 ta 7 ta startaplar hozir aylanib yuribdi. Bu yil biz ekosistema qilib ochganimizdan keyin biz hozir har xil yo'nalishlarni o'ylayapmiz. Yana bir necha startaplar. Undan tashqari hozir mana Saudiya Arabiston GCC bo'yicha biz IT Park o'zi bilan birgalikda reseller modelni yo'lga qo'ymoqchimiz. O'sha reseller model orqali ham nimalargadir balki investitsiya qilishimiz mumkin yoki nimalargadir matchmaking qilishimiz mumkin. Shu yo'nalishda endi sekin-sekin bizda unaqa yo'q, biz masalan 50 ta portfolioda bo'lish kerak degan narsa yo'q. Endi men ko'proq o'zimda u investor emas, ko'proq men o'zimni nima deydi, entrepreneur in residence deydi. Shunaqa holatda ko'raman. O'zim yordam bera olsam, o'sha o'zimizni komanda bilan birgalikda yordam berishga harakat qilib, ya'ni ko'paytiramiz degan umiddaman. Zo'r. Muzaffar aka, o'sha xorijiy safarlar tig'iz grafikda Founders Cafe'ga vaqt topganingiz uchun rahmat. Ko'p terminlarni yozib oldinglar deb o'ylayman, chunki hayotingizda uchratmagan bo'lishinglar mumkin. O'sha ingliz tilida startap dunyosidagi terminlarni yoki tadbirkorlik sohasidagi terminlarni ko'pini Muzaffar akadan eshitdinglar. Endi ming bor uzr, hammasini o'zbekcha perevodi ham yo'q. Yo'q, buni o'rganishlar kerak. Albatta, chet davlatda o'sha biz hozir eksport deyapmiz, eksport qiladigan bo'lsak, bularning orasida biz haligi nima deydi, anaqa taste berib ozgina ta'mini berib o'tdik degan umiddaman. Ya'ni savollar bo'lsa albatta berasizlar, mana birgamiz. Albatta. Muzaffar aka, til masalasida alohida o'sha founderlarga biz tool qilyapmiz.
3,5 milliondan ortiq yuzeri bor Ibrat farzandlarida sun'iy intellekt asosidagi alohida kurs qilyapmiz. English for Startup Founders qilib, ichida investing, equity, cap table qilib hammasini o'rgansin. To'g'ri, akademik juda bir uzoq so'zlarni balki bilmas, hayotida ishlatmas, lekin startaplardagi butun bir lifetime'dagi hamma terminlarni, hikoyalar yoki o'sha storylarni asosida o'rgansin. 45 kunlik alohida servis qilyapmiz. Zo'r. Ya'ni ertaga biz xalqaro bozorga ko'proq startaplarni olib chiqmoqchimizmi? Demak, ularni ingliz tilini bilmayman degan javobi qoniqtirmasligi kerak. Bilmasa o'rganishiga sharoit qilib bersak. Yana bir bor rahmat Muzaffar aka kelganingizga. Siz bo'lsa, agarda rostdan ham startap ekotizimini rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, sizdan videoga like, izoh yozib qoldiring. Aynan nima o'rgandingiz bu videodan va nima qilasiz? Va albatta Instagramda, Facebookda, bizni YouTube'da hamma joyda bizni kuzating, qo'llab-quvvatlang. Muzaffar aka, rahmat. Rahmat yigitlar. Rahmat.